Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga William Shekspir qalamiga mansub Qirol Lir tragediyasini taqdim etadi. Qirol Lir sujeti Britaniya qiroli Lirning taxtdan voz kechib, qirolligini 3 qiziga bo'lib berishga qaror qilishi bilan boshlanadi. U qizlaridan o'ziga bo'lgan mehr-muhabbatlarini so'z bilan ifodalashlarini so'raydi. Katta qizlari Gonriel va Regan otalariga xushomad qilib merosdan ulush olishadi. Ammo keyincha qiz Cordelia samimiylik bilan javob bergani uchun merosdan mahrum qilinadi. Keyinchalik Gonriel va Regenaning xiyonati natijasida Lir aqldan ozadi va qizining qadrini kech anglaydi. Asar ko'plab qahramonlarning fojiali o'limi bilan yakunlanadi. Hokimiyat va xiyonat Qirol Lirning qizlariga bo'lgan ishonchi va ularning xiyonati orqali hokimiyatning zaifligi ko'rsatiladi. Asarning asosiy mavzulari mehr va samimiyat, aql va aqldan ozish, hokimiyat va xiyonat. Cordelianing samimiy sevgisi va otasining uni kech anglashidan insoniy tuyg'ularning chuqurligi aks etadi. Lirning ruhiy holati orqali inson psixologiyasining nozik jihatlari yoritiladi.